charchamang. Hammanglarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Вообще шикарно darajada yig'ilibsizlar hammanglar. Organizatorlarga kattakon rahmat. Hammamiz bu yoqqa kelganimizda maqsad bo'ladi. Ya'ni informatsiya olish kelgan. Bilasiz, Inkruz klubi har bir insonga dunyo bo'ylab sayohat qilish imkoniyatini beradi. Yig'ilgan insonlar prostadan kelmagan, ya'ni har bir inson bo'lib o'tirgan inson sayohatni juda ham yaxshi ko'radi. Вообще sayohatga chiqib yurgan inson hisoblanadi. Kelinglar sizlar bilan oldin yaqin gaplashib. Kruiz qaysi davlatdan boshlansa, o'sha davlatga samostoятельно yetib olishimizga to'g'ri keladi. Shu misol tariqasida shu dachani misol keltirdim. Dacha bochkada turadi. Bu yoqqa kelmoqchi bo'lsak, o'zimiz mashinada haydab kelishimizga to'g'ri keladi. Расход o'zimizdan, benzin o'zingizdan. Bu dacha to'lab bermaydi. Здесь то же самое. Kruiz tanladingiz, kruizgacha samostoятельно yetib olish imkoniyatiga, ya'ni yetib olishga samostoятельно o'zi расход qilasiz. Agar kruiz Dubaydan boshlansa, Dubayga uchib borasiz. Agar Marseldan boshlansa, Fransiyadan Marselga uchib borasiz и так далее. Или это Floridaga uchib borasiz. Bu shunga kelamiz. Undan tashqari расход viza masalasi. Bilasizlar, biz O'zbekiston rivojlanayotgan davlat, hali ko'p vizaviy davlatlarga ega emasmiz. Hozirgi kunda kruizda bezviza maza qilib davom kelasiz. Viza karta bittasi Mastercard hisoblanadi. Hamma viza karta amerikanskiy hisoblanadi. Bitta bankimiz bu yevropeyskiy. Ko'rayotganingizdek, Inkruz Slovak tekshirilgan международный viza karta keladi. Mana shu ishlayotgan pullaringizni shu viza kartaga o'tkazasiz. O'zbekistonning любой точкасida ishoninglar, любой точкасida ishlatasizlar. И dunyoda ham to же самое. Zapravkaga kirasizmi, oddiy do'konga kirasizmi, korzinka, makro, любой joyda siz ishlatsangiz bo'ladi. Agar sizga naqd pul kerak bo'lsa, siz bankomatga turib summa asosida realizatsiyangiz bo'ladi. Или же valyuta kerak bo'lsa, siz bankka borasiz, bank sizga 1%